Biz bir aileye bepul eko kılıç imkanını vermek istiyoruz. Bu ajoyib-ku, ayniqsa bu farzandli oilalar uchun juda yaxshi imkoniyat bo'ladi. Ko'plab qashqadaryolik oilalarning farzandli bo'lishiga katta hissa qo'shib kelayotgan Turkiya Biomed Eko klinikasidan qashqadaryoliklar uchun endilikda katta imkoniyat. Endilikda ushbu klinikada bitta oilaga bepul eko qilish imkoniyati berilmoqda. 15 oktyabrdan 25 dekabrga qadar Turkiya Biomed Eko klinikasi xizmatidan foydalangan oilalar ushbu imkoniyatga ega bo'ladilar. Har bir oila vakili ism familiyasi barabanga solinadi. Yil yakunida bitta oila baraban orqali aniqlanadi va o'sha oiladan eko xizmati uchun pul olinmaydi. Bepul ekoga ega bo'lish imkoniyatidan foydalanib qoling. Siz ham yuzlab qashqadaryoliklar singari Biomed Eko klinikasi yordamida farzandli bo'lishni istasangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Manzil Qarshi shahri, Qarshi Beshkent yo'li Sputnik chorrahasida joylashgan.